1980 yillardan boshlab Uyg'ur musulmonlari har yilidagidek haj tavofga boradigan Saudiya Arabistoni ilgari Amerika bilan yaqin do'stlik o'rnatgan davlat bo'lib, yaqinqi yillardan beri Xitoy bilan iqtisodiy hamkorlikni davomli kuchaytirmoqda. Amerikada chiqadigan Diplomat jurnali 12-iyun e'lon qilgan bir maqolada Saudiya Arabiston hukumatining asosliq do'sti bo'lgan Amerikaning o'rnini hozir Xitoyning olib o'tganligi, ikki taraf savdosida dollarning o'rnini Xitoy pulining egallash ehtimoli borligi, ammo buning oson amalga oshmaydiganligi haqida tahlil yurgizilgan. Saudiya Arabiston hukumati garchi Xitoydan keladigan vaqtliq iqtisodiy manfaat bilan Amerika Saudiya orasidagi uzun muddatli strategik hamkorlik o'tirisida tamponlik hosil qilmoqchida ko'rinsimi, bundan qanchalik uzun davomlasha oladiganligi, O'rta Sharqdagi kuchlar raqobati va xalqaro vaziyatning davolg'ishtirig'iga qanchalik bardoshlik bera oladiganligi noma'lum ekan. Xabarlardan ma'lum bo'lganidek 2023 yil 12 oyda Saudiya Arabistonining vali ahdisi Muhammad bin Salman bilan Xitoy raisi Xi Jinping ko'rishib, to'liq strategik hamkorlik o'rnatganligini jekalagan edi. 2023 yil 8 oyda Janubiy Afrikada o'tkazilgan kesak oltin davlatlari yig'iniga rasmiy shaklda taklif qilingan Saudiya Arabiston Xitoy, Rossiya, Braziliya, Hindiston qatorliq davlatlarning qatorida tashqi savdo va iqtisodiy hamkorlik plani muzokarasiga qatnashgan edi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l plani bilan Saudiya Arabistonining 2023 yillik plani bir-biriga moslashgan bo'lib, buningga g'oyat zo'r miqdorda mablag' solish planlangan. Saudiya Arabistoni bu plan orqali o'zining ko'p manbalik iqtisodini gullantirib, faqat neft qil tayinib qilishdan qutulmoqchi bo'lgan. 2024 yil 5 oyning 21 kunidan 22 kunigacha Saudiya Arabistoni Moliya ministri bilan Xitoy Moliya ministri suhbat o'tkazib, sun'iy aql, yeşil energiya va aqliy iqtidorlik shahar qurilishi sohalarida hamkorlikni kuchaytirishni ta'kidlagan. Amerikada yashayotgan iqtisod fanlari doktori Qaysar Majid Saudiya Arabistoni bilan Xitoyning iqtisodiy hamkorligi tarixdan buyon eng yuqori pallaga chiqqan taqdirdami dollarning yanıla Saudiya Arabistonda mutlaq ustunlikni saqlab turdiganligini bildirib, mundaq dedi. Xitoyning hozir 2010 yildan boshlab yo'l qo'ygan bir yo'l projektiga asosan degidek shu neft ishlab chiqaruvchi dengiz qo'ltig'idagi davlatlarning hammasidagidek kirdi, qatnashdi. Xitoyning bu davlatlarga bo'lgan ta'sirining ishib berishini ergishib, Amerikaning bu davlatlarga bo'lgan ta'sirida muayyan bir ojizlashish bo'lishi mumkin. Ya'ni texnika, savdo tijorat jihatda bular Amerikadan emas, Xitoydan olishi mumkin. Buninglik bilan Xitoyninki Amerikani bu rayonda ojizlashtirish ham bu dollarning o'rniga xalq pulini dastish nishonning amalga oshib ketishi notayin. Chunki Amerika bilan Saudiya Arabistonining o'rtasidagi munosabat iqtisodiy jihatdan emas, siyosiy jihatda bir-birini qo'llash, ya'ni Saudiya Arabistonninki bexatarligini qo'llash, Amerika hukumati shunday deyishgan Nixonning vaqtida biz seni demokratiya bo'l demaymiz, uni talab qilmaymiz, ammo neftni sotgan vaqtda cho'qim nega sotsang dollarga sotsa degan. Ya'ni neftni sotish uchun dollar ishlatish kerak. Bu deylik dunyo Saudiya Arabistondan neft sotsa yoki neft bozorida neft sotib olsak, dollarni asos qilish kerak degan. Dollar dunyoning zapas puli. Ikkinchi dunyo urushining dunyo tartibida shunday belgilangan bu. Shunday bo'lg'achqa xalqaro pul bozorida pul almashtirish bozorida asosan ilib sotiladigan pulning 60% dollar. Xalqaro savdoda, ya'ni to'lam vas shaklida ishlatilgan pulning 80% yana dollar. Xitoyninkiga qarasa, Xitoyning xalq puli xalqaro savdoda aran 6-7% egallaydi. Xitoy bilan ba'zi savdo turlarini imzo qo'yish bilan yoki amalga oshirish bilan Xitoyning xalq puli yuanningki dollarning ustiga dastlab ketishi yo'q gap. Bo'lapmi oldimizdagi 20-30 yil ichida yo'q gap. Amerikadagi Rand siyosiy tadqiqot o'rnining strategiya va xavfsizlik mutaxassisi Dr. Raymond Ko'ning qarashicha, Xitoy Saudiya Arabiston bilan iqtisodiy hamkorlikka tayinibla Amerikaning o'rnini ololmaydi ekan. Xitoy pulimi dollarning o'rnini bosolmaydi ekan. U mundaq dedi. Oil sales are denominated in dollars gives the US a significant amount of influence over. Neft dollar bilan hisoblanadi. Bu orqali Amerika butun dunyodagi energiya bozoriga nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Mana bu Amerikaning kuchi va ta'sirining kelish manbasidir. Men Xitoyni Saudiyadan setib olgan neftni Rossiyaga to'shimdigan deb gumon qilaman. Buning qisman sababi Xitoy puli tashqi perevod zapisi hisoblanmaydi. Xitoymi o'zining pulini tashqi perevod zapisi qilmaydiganligini bildirdi. Qilay desimi qila olmaydi.
Chunki Xitoyda o'zining pulini dollarda kuchli qila oladigan iqtidor hozirlanmagan. O'rta Sharqdagi davlatlar Amerika dollarini eng ishonchli pul deb hisoblaydi va tashqi savdoda dollar ishlatadi. For most of the countries in the Middle East, they're going to want to be using dollars and continue using dollars. Amerikadagi siyosiy analizchi Andres Korapandi bu haqda radiomizga yozmachi yo'llagan inkosida mundaq deydi. Xitoy Saudiya bilan bo'lgan savdoda, jumladan energiya va yerim o'tkazgich mahsulotlar savdosida Xitoy puli ishlatishni umid qiladi. Gerçi bu tez bo'lsa-mu imkonsiz emas. Navbatda Rossiya bilan Xitoy orasidagi savdoning ko'p qismi Xitoy puli bilan hisoblanyotidi. Xitoy yana Amerikaning besimiga qaramay o'zining puli bilan Saudiyadan neft olishni umid qilmoqda. Ammo undaq qilsa, Saudiya Arabistoni Amerikaning besimiga uchraydi. Amerika neft savdosida dollar ishlatishni talab qiladi. Chunki bu Amerikaning dunyo pul muomala sohasidagi yetakchi o'rnini qo'g'dashga foydali. Hozir har qaysi davlatlardagi banklar Xitoy pulini sinab qilishdan voz kechib, dollar zapsini qayta oshirmoqda. Xitoy bo'lsa, hadab oltin zapsi to'plamoqda. Shundaqdimi Xitoyning qo'ldagi dollar yanada oltindan ko'p. Agar Xitoymo dollarga tayinib o'z boyligining qimmatini saqlagan taqdirda, uning xalqarodagi o'rnimi uncha tez gumron bo'lmaydi. Diplomat jurnalidagi maqolada ko'rsatilishicha, Xitoyning Saudiya Arabiston bilan alohida hamkorlashishidagi maqsadi O'rta Sharqda Xitoyning ta'sirini kuchaytirib, Amerikaning ta'sirini tuvan nuqtaga tushirish ekan. Xitoy amaliyotda O'rta Sharqda emas, dunyoning boshqa joylaridami Amerikaning o'rniga xiris qilayotgan bo'lib, Xi Jinpingning g'oyasi ko'p qutbli dunyo tartibi barpo qilish ekan. Halbuki Amerika bilan Saudiya Arabistonining munosabatining yiltizi cho'nqir bo'lib, iqtisod va harbiy jihatdagi hamkorligi yanada kuchli ekan. Saudiya Arabistonining iqtisodi Amerika bilan zich munosabatli bo'lib, neft savdosi yanada dollarni asos qiladi ekan. Shunga Saudiya Arabistonining iqtisodi dollarning qiymati ham dunyo neft bozorining ahvoli bilan bevosita bog'langan ekan. Amerikaga solishtirganda Xitoyning Saudiya Arabiston bilan qurgan munosabatining tarixi qisqa, hamda bu munosabat faqat energiya va iqtisod sohasida cheklanadi ekan. Yana kelib, Xitoy Saudiya Arabistonining asosliq dushmani bo'lgan Iron qo'llayotgan Yaman, Suriya va Livandagi qurolli kuchlarning tahdidini yo'qotmaydi ekan. Hatto Xitoy Irondan neft olib, uni qo'llaydi ekan. Bundaq ahvolda Saudiya Arabistonining yanada Amerikaga tayanmay amali yo'q ekan. Doktor Qaysar Majid maqolada deyilgan bu fikrni quvvatlab mundaq dedi. Saudiya Arabistonliklar neftni topgan pulni qanday qildi desa, uni Amerikaning dollar bo'lgandan keyin Amerikaning bankasi qo'ydi, Amerikaning zaymini setib oldi degan gap. Shunga iqtisodiy jihatdan Saudiya Arabistonning Amerikaga bo'lgan bog'lanishi kuchli. Saudiya Arabiston o'zining cho'ng bir kuchandisi bor, ya'ni rayonda Irondan bexatar tahdid bo'landiki deb andish qiladi. Shundan boshqa neft setib tapqan dollarga Amerikaning nurg'un qurollarini setib oldi, Amerika tasdiqlagan sharoit ostida. Shunga bu yerda jon o'tiramsam malg'imo degan sharoit ostida jon Saudiya hukumatining hokimiyatining mavjudligi. Mal degan shu iqtisodiy manfaat. Bu yerda Saudiya Arabiston albatta hokimiyatning mavjudligini o'ylaydi avval. Shunga Amerika bilan Saudiya Arabiston o'rtasidagi bu xil munosabat undaq oson uzilib ketmaydi. Bexatarlik jihati Saudiya Arabistonninki territoriya butunligi deymiz yoki tashqi kuchlarning hujum uchirmasligida Amerikaningki nurg'un yordamiga yoki qo'llashiga muhtoj. Shunga xulosa qilam, Saudiya Arabiston qisqa muddatda iqtisodiy jihatdan, texnik jihatdan, azan texnika, adam kuch jihatdan Xitoydan foydalandi. Ama bexatarlik jihatdan Amerikaga tayinadi. Ham Amerika bilan munosabat qilib turdi, ham Xitoydan foydalandi. Strategik manfaat nuqtasidan aytgan vaqtda Amerikadan yuz o'rganmaydi. Maqolada aytilishicha, Amerika yaqinda Saudiya Arabiston bilan ikki tarafli davlat mudofaa kelishimi imzolaydigan bo'lib, bu kelishim Amerikaning Saudiya Arabistonini qo'g'da salmoqini kuchaytirdi ekan. Bu kelishim bo'yicha Saudiya Arabistoni Amerika ta'minlagan ilg'or qurollarni ishlatadi ekan, ammo Xitoydan qurol sotib olmaydi ekan. Shundaqla Xitoyning Saudiyaga manba solishini cheklaydi ekan. Doktor Raymonko bu vaqtdagi ko'z qarashini bildirib, mundaq dedi. Yeah, I mean, I think the U.S. might actually be fine with economic engagement between China and Saudi Arabia. Mencha Amerika amaliyotda Xitoy bilan Saudiya Arabiston o'rtasida iqtisodiy hamkorlik bo'lishini qabul qilishi mumkin. Savdo munosabati deganda har ikki taraf teng foyda olishni ko'zlaydi. Agar munosabatni oxirlashtirsa, har ikki taraf teng ziyon tortadi. Xitoy agar boshqa davlatlar bilan xavfsizlik jihatda hamkorlashmasa, u rayondagi ta'siri cheklik bo'ladi.
Xavfsizlik munosabati bir davlatning muqimlik asosidir. Agar Xitoy buningga qaytilishni xohlamasa, faqat iqtisodiy munosabat orqali erishgan ta'siri qattiq cheklanmaga uchraydi. There is a hard limit to how much influence you can gain purely through economic engagement. Doktor Anderskor Saudiya Arabistonining Xitoyga ishonmaydiganligini bildirib, mundaq dedi. Davlatlarning hammasi degidek Xitoy armiyasiga ishonmaydi. Chunki Xitoy qo'shni davlatlarning hammasiga degidek tajovuz qildi. Tayvandan boshqa yana Yaponiya, Filippin, Malayziya, Bruney qatorliq davlatlarning dengiz tavalligiga kirib qolmay, Hindiston bilan Butonga tajovuz qildi. Bular Xitoyni xavfsizlik jihatda ishonchsiz sherikka aylantirdi. Yana bir jihatdan Amerika qo'shni davlatlar va sheriklar uchun qurbon berish badaliga zaminini kengaytmaganligini ko'p qatim isbotladi. Saudiya Arabiston Xitoyga mangu ishonmaydi. Chunki Xitoy Uyg'ur musulmonlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan ham qo'shni zaminlarga tajovuz qilgan bir davlat. Diplomat jurnalidagi maqolada mundaq deyilgan. Amerika bilan Xitoyning barg'ancha kuchayayotgan raqobatida Saudiya Arabistonining geosiyosiy moyilligi, ya'ni Amerika bilan Xitoydan qaysi tarafga og'diganligi nihoyat muhim. Uzluksiz o'zgarayotgan vaziyat va tarixiy arq ko'rinish Saudiya Arabistonining maydoniga ta'sir ko'rsatadigan ikki muhim omildir. Xitoy balkim iqtisodiy tadbir orqali vaziyatni o'zgartirishi hamda Saudiya Arabistonining qisqa muddatlik nishonini amalga oshirishiga yordam qilishi mumkin. Ammo Xitoy Saudiya Arabiston bilan Amerikaning xavfsizlik jihatdagi mustahkam ittifoqligi va hamkorligiga tankilanmaydi. Shunga Saudiya Arabistonining Xitoy bilan iqtisodiy hamkorligi davomli kuchaygan taqdirdami Saudiya Arabiston bilan Amerikaning uzun muddatlik va keng munosabatining o'rnini ololmaydi. Saudiya Arabistoni faqat bu ikki cho'ng davlat orasida nihoyat ehtiyot bilan tangpungliq saqlashga tirishadi, xolos.